ijtimoiy tarmoqda millatimizni uyg'onish uchun harakat qilayotgan insonlardan futbol jamoasi tuzsak, nima deysiz? Yaxshi bo'ladi. Demak, darvozaga kimni qo'ygan bo'lardik? BMB Zafaronni qo'yamiz. 4 ta himoyaga. Temur osmondagi bolalar. Buni o'sha himoyaga qo'yishimiz mumkin. Hamadan Eshonqulov qo'yish mumkin. Hasan aka, Husan aka. Ular 4 talik himoyamiz to'ldi. Endi 3 ta yarim himoyaga. Muzaffar aka bo'lishi mumkin, Hoshimov. Jahongir aka bo'lishi mumkin, Ortiqxo'jayev. Murod do'stimiz Building. Endi 3 ta hujumga. Hujumda kim bo'lishi mumkin? O'zingiz albatta. Men o'zimcha endi millatni uyg'otishga nomzod demasam ham, lekin hujumda o'ynayman. Hujumda chap tomon hujumda o'ynayman. Chunki o'ng oyoq bilan varataga tepish sal qulay menimcha. Demak, o'zingizni chap tarafga qo'yamiz. O'ng tarafga Said Komil degan do'stimiz bor. Kitobxon podkasti bo'yicha asosan do'stimiz. Mana g'oyat markaziy hujumga. Markaziy hujum o'tga muhim. Kimni qo'ysak bo'ladi? Balki Kusherbayev qo'yarmiz. Zo'r, ajoyib variant bo'ldi va jamoa bosh murabbiy kim bo'lardi? Menimcha Muftiy janoblari bo'ladi. Juda ham ajoyib. Katta rahmat.